Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo ushbu sayyidul ayon kunini barchamizga barakotli qilgan bo'lsin. Bugun inshaalloh chekishlik haqida suhbat qilamiz. Ma'lumki, birodarlar, shariati islomiya insonni, musulmonni mana shu dunyoda va oxiratda saodatga yetishligi uchun, mukarram bo'lib yashashligi uchun qanday ko'rsatma kerak bo'lsa, shariatimiz bu ko'rsatmalarni beradi. Maqosidu shari'a, shariatning maqsadlari. Birinchidan, shariatimiz dinni saqlashlikni birinchi o'ringa qo'yadi. Ikkinchidan, shariatimizdan maqsad nafsni saqlashlik, jonni saqlashlik, salomatligini saqlashlik. Uchinchidan, aqlni saqlashlik. To'rtinchidan, nasl-nasabni saqlashlik. Beshinchidan, molni saqlashlik. Mana shu 5 ta narsa, ya'ni ayrim kitoblarda 6-si or nomusni saqlashlik ham deyiladi. Shariatning asosiy maqsadlari mana shu 5 ta narsa. Biz sanab o'tgan bu 5 ta narsa bir qator aytishlikka oson xolos. Lekin ko'rib chiqadigan bo'lsangiz, mana shu 5 ta narsa shariatning har bitta hukmida, shariatning har bitta bizga bergan ko'rsatmasida mana shu narsalarni siz bilan bizni ustimizda bo'lishligiga, shu narsalarni muhofaza qilishligimizga chaqirayotganligini ko'ramiz. Musulmonning hayotidagi sog'ligining ahamiyati. Mana farzandlar tarbiyasida farzandlarni jismoniy tarbiyasi, sog'ligi haqida bo'lgan darslarda mana aytib o'tyapmiz. Bugun chekishlik haqida gaplashamiz. Avvalambor chekishlikni gapirishdan avval musulmonning hayotida sog'lik qanchalik qadrli, qiymatli narsa. Mana shu narsani bir qator eslab o'tishligimiz kerak bo'ladi. Avvalgi darslarimizda aytib o'tdik, iymon ne'matidan keyin birinchi o'rinda turadigan ne'mat bu ofiyat, salomatchilik ne'mati. Iymondan keyingi o'rinda birinchi turadigan ne'mat sog'lik ne'mati. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam juda ko'p duolarida Alloh azza va jalladan sog'likni, ofiyatni so'raganlar. Allohumma hdina fiman hadayt va afina fiman afayt. Boshqa hadislarda aytadilar, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ikkita ne'mat bor dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Odamlarning juda ko'pi bu ikki ne'matdan g'ofil, qadriga yetmaydi. Sog'lik va bo'sh vaqt. Biz hayotimizdagi mana shu ne'matlardan 3 tasiga bir e'tibor beraylik. Hidoyat ne'mati, sog'lik ne'mati, bekami ko'slik, kifoyalik ne'mati. Mana shu 3 ta ne'mat bo'lsa bir insonning hayotida, unda hamma yo'q bor. Bu yerda pulni ko'pligi, ortiqcha dunyoda umuman gapirmaslik kerak bo'ladi. Hidoyatdasiz, sog'siz, tirikchiligingiz ravon o'tib turibdi. Agar mana shu 3 ta narsa bir insonda boshida jamlangan bo'lsa, demak, bu inson hamma narsaga ega bo'libdi. Sog'lik, birodarlar, asosiy maqsad emas. Sog'lik bu asbob, bu sabab. Sog' bo'lishlikdan maqsadimiz bor. U maqsad nima edi? Alloh azza va jallaning buyruqlarini bajarish, Allohning hukmida qoyim bo'lishligi uchun sog'lom bo'lishlik kerak. Demak, sog'lik eng asosiy maqsadimiz emas, balki sog'lik Allohning roziligiga bizni yetkazadigan bir sabab xolos. Sog' bo'lishlik uchun sog' yurmaymiz. Sog' bo'lishlik uchun jismoniy tarbiya bilan shug'ullanmaymiz. Balki Allohning hukmida suskash bo'lmaslik uchun, Allohning roziligiga yetkazadigan ishlarni qiylanmasdan qilishlik uchun sog' bo'lishimiz kerak. Demak, asosiy maqsad sog'lik emas, balki uni ortidagi bo'lgan narsa. Insonni sog'ligi ketadi, kasallik yetadi. Bu keladigan kasallik 2 xil bo'ladi, birodarlar. Allohning qadari sababli keladi kasal va o'zimizning qilgan xatolarimiz sababli keladi kasal. Astagfiru billah. Allazi xalaqani fa huwa yahdin. Vallazi huwa yut'imuni va yasqin. Va idza maridtu fa huwa yashfin. Oyat qarang. U meni yaratgandir,
bas o'zi meni hidoyat qilur. Uning o'zigina meni to'ydirur va qondirur. Kasal bo'lgan vaqtimda uning o'zi menga shifo berur. E'tibor beringlar. Meni kasal qilib turib, keyin shifo beradi demayapti. Oyatni qarang, kasal bo'lganimda shifo beradi deyapti. O'zi kasal bo'lishlik sabablarini qilib qo'yadi-da, keyin dard yetadi. Agar o'zi kasal qilib turib, keyin menga shifo beradi deyilganida, biz o'zimizni salomatchiligimizni saqlamaslikka hech qanday aloqamiz bo'lmagan bo'lar edi. Insonni boshiga qachon kasallik keladi? Xoh bu o'zi sabab bo'lgan kasal bo'lsin, xoh Allohning qadaridan kelgan kasal bo'lsin. Alloh tomonidan qo'yilgan manhajni buzganimizdan keyin kasal bo'lamiz. Masalan, odam bolasini to'ldiradigan idishlarning eng yomoni qorni dedi. Kulu vashrabu va la tusrifu, yeylar, ichinglar, isrof qilmanglar dedi. Mana shu tansihatligimizga aloqador bo'lgan ko'rsatmalarni buzdik. Allohning chizib qo'ygan chiziqdan o'tib ketdik, kasal yetdi. Demak, bizga kasal Allohning manhajidan o'tib ketganimizdan keyin yetadi. Alloh taolo aytadi: "Va la tulqu bi aydikum ila tahluka va ahsinu innalloha yuhibbul muhsinin." Va o'zingizni halokatga tashlamang. Yaxshilik qiling. Albatta Alloh yaxshilik qiluvchilarni sevadi. Inson o'zini qilgan ishi bilan, o'zini qilgan fe'l atvor bilan halokatga tashlaydi, o'zini kasalga tashlaydi. Va la taqtulu anfusakum innalloha kana bikum rahima. Niso surasi. Hamda o'zlaringizni o'ldirmangiz, albatta Alloh sizlarga mehribon bo'lgan zotdir. Inson o'zini yurishtirishi, fe'l atvori, yeyishi, ichishi bilan yoki chekishi bilan o'zini kasalga tashlaydi. Alloh taolo insonni halokatga tashlaydigan narsaga yaqin yurishligidan inson bolasini qaytargan. Kim o'zini halokatga olib boradigan ishlarni qilayotgan bo'lsa, bu odam gunohkor bo'ladi. Ko'p yeyapsiz, halokatga olib boradi, gunohkorsiz. Mashinani tez haydayapsiz, halokatga olib boradi bu narsa, gunohkorsiz. Chekyapsiz, aniq halokatga olib boradi. Siz gunohkorsiz. Inson o'zini halokatga olib boradigan ishga ursa, osiy bo'pti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalari bilan safarga yoki bir jihodga chiqsalar, qaysar o'jar fellik tuyalarni minmanglarda buyurardilar. Qaysar o'jar tuya. Endi tuya yo'g'on narsa, qaysar bo'lsa, o'jar bo'lsa, egasiga bir musibat yetkazib qo'yishi mumkin. Ayrim kishilar quloq solmasdan ana shu qaysar tuyasini minib chiqadi. Shu qaysar tuya egasini o'ldirib qo'yadi. Rasululloh shu kishiga janoza o'qishlikni xohlamaganlar. Qarang, tuya o'ldirib qo'yishi ham mumkin, o'ldirmasligi ham mumkin. Shu odam tuyasi sabab o'lganligi uchun Rasulullohning ko'rsatmasiga xilof ish qilganligi uchun janoza o'qimay qo'ygan ekan payg'ambarimiz. Endi sigaret zarar qilishi ham mumkin, zarar qilmasligi ham mumkin. Deyish mumkinmi? Demak, sigaret chekayotgan odam ochiq osiy bo'lyapti Alloh taologa. Ochiq osiy bo'lyapti. Buni hozirgi kunda ana shu g'ildiragi nochor bo'lgan mashinani minib chiqishlikka o'xshatsa bo'ladi. Yuraveradi, shaharning ichida sekin yursangiz yuraveradi, ammo kattaroq masofaga chiqib tezroq yurganingizda bu g'ildirakni nochorligi tufayli balon mana shu g'ildirak otilib ketib o'lsa, siz osiy bo'lgan holda bo'lasiz. O'zingiz qatl qilgan qatorida bo'lasiz. Shuningdek payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir jarni yoqasida yoki bir baland joyda chekada uxlashlikdan man qilganlarki, adashib bir yumalagan paytda chuqurga yoki jarga tushib ketishi mumkin. Tushmasligi ham mumkin, lekin tushib ketish ehtimoli bor bo'lganligi uchun payg'ambarimiz man qilgan. Bunga bir yuzlab misolni keltirsa bo'ladi. Bu muqaddima bilan nima demoqchimiz? Iymon ne'matidan keyin birinchi o'rinda sog'lik ne'mati turadi. Shuni qadriga yetaylik demoqchimiz. Hidoyat bo'lsa, sog'lik bo'lsa, kifoyalik hayot bo'lsa, bu insonda hamma narsa bor. Oshiqcha dunyoga ko'z olaytirmaylik. Kasallik ikki xil tur bo'ladi dedik.
Kasal ikki turli bo'ladi dedik. Allohning qadari sababli kelgan kasal bor, insonni o'zini fe'li tufayli kelgan kasal bor. Agar bir inson o'zini sog'lom saqlashligi uchun hamma sabablarni qilib, o'zini ehtiyot qilib, yeyishida ham, yurish turishida ham tartibli, intizomli bo'lsa ham kasal yetsa, bu Allohning qadaridan keldi deyiladi. Ya'ni Alloh taolo bir bandaga dard bersa, shu dard bilan shu bandasini o'ziga yaqin qilishlikni xohlaydi. Chunki og'riganingizda Alloh deysiz. Tishingiz og'riydi, qorningiz og'riydi, tunda uyqungiz kelmagan paytda nima deysiz? Alloh deysiz. Siz o'zingizni ehtiyot qilib turib ham kasal bo'lgan bo'lsangiz, demak Alloh taoloning marhamati bo'ldi sizga. Gunohlaringizni kafforat bo'lishiga sabab bo'ldi bu kasal. Ayrim odamlar mana shu dard kelgan paytda Allohga qaytishiga sabab bo'ladi. Bir odam bolasi kasal bo'ldi, faraz qiling. Tabiblarda hammasiga bordi. Tabiblar qo'lidan kelgan ish qildi, Alloh deylar dedi. Bu ota yoki ona ibodatdan uzoq, din diyonat bilan ishi yo'q edi. Bolasini kasali tufayli namozga yiqildi. Masjidga bordi, xayriy ihson qildi, Allohga qaytdi va shu yo'lda doimiy qoldi. Bolasiga Alloh shifo berdi, qoldi ibodatda yana. Endi qiyomat kuni bo'lganda shu bolasiga kelgan kasal otani hidoyatga yurishiga sabab bo'ldimi? Demak bu kasal Allohning rahmati bo'ldi bu odamga. Bir tabib akamiz aytib bergan edi. Jo'rasini jigari kasal bo'lib, bir o'lib tirilib, oshna endi shu johilroq bo'lar ekan, oshna namozni o'rgat. Qosh bilan ko'zni orasida ekan. Namoz o'qimasam bo'lmaydi ekan, bir o'lib tirildim. O'rgatibdi. O'rgatdi. Alloh xudo dedi, namoz o'qidi. Keyin yaxshi bo'lib qolganidan keyin yana eski ahvoliga qaytib ketaverdi. Unga Alloh taolo dard berdi, ko'zini ochib qo'ydi, haqqa yur deb turib, mehribonlik qildi, lekin bu banda haqda qolishini o'zi xohlagani yo'q. Demak, Alloh taolo bir bandasiga dard berar ekan, banda shu dard tufayli o'zini ojizligini his qiladi. Allohga qanchalik muhtojligini his qiladi. Kibri havosidan tushadi. Tavbaga shashiladi. Dard mo'min bandani Allohga yaqin qiladi. Alloh tarafidan kelgan dard, qadardan bo'lgan dard, bu dard bandani Allohga yaqin qiladi. Yana dard bor. Yana bir dard turi borki, insonni o'zini fe'l atvori tufayli boshiga keladigan dard. Bu kasalni o'zi so'rab olib turib, to'g'ri kelgan narsani yeydi, o'ngi tesiga qaramaydi, halolmi, harommi farqi yo'q, yeyaveradi, kasal bo'lgandan keyin endi deydi, peshonaga yozilgan ekanda endi ko'rmay qayerga boramiz endi. Bu gap noto'g'ri. Bu gap noto'g'ri. Bu qazo, qadar emas bu. Bu ilohiy qonunni buzish. Doktor aytdi, achchiq yemang, birodar. O'zi buyraklaringiz yetib kelib qopti. Hozirgi ahvoli yaxshi emas. Achchiq yesangiz yana bettar bo'ladi desa, Allohda aytgani bo'ladi deb turib, yana yeyaversa, buyraklar ishdan chiqqandan keyin, bu Alloh shuni xolagan ekanda desa, aqldan bo'ladimi? Bu qazo qadar emas. Bu mana shu kishining hamoqatidan, ahmoqligidan. Bir odam ro'parasida bir yirtqich, vahshiy hayvonni ko'rsa, yoki bir katta ilonni ko'rsa, yoki unga qarab yugurib kelayotgan itni ko'rsa, xatar turibdi. Uni jasadida bir ajoyib o'zgarishlar bo'ladi. Yurak tezroq uradi. Nimaga? O'pka ko'proq ishlashligi kerak. Xonsirashni boshlaydi, ko'proq nafas oladi. Nimaga? Organizmga quvvat kerak. Itdan qochib ketish kerak. Jigarga buyruq ketadi. Jigar ham quvvat bo'lish kerak bo'lgan narsani ishlab chiqaradi qonga. Qarabsizki, inson maksimum turibdi-da, 100 turibdi-da hamma organlari. Bilasizmi? It quvalaganmi hayotingizda bir marta? Bir irg'ib chiqib ketadi 2 metrga. Keyin 100 marta irg'iydi, chiqa olmaydi. Nimaga desiz? Boyagi qo'rquv bo'lgan paytda insonda organizmi
zo'riqib ishlaydi. Imkoniyatini eng boricha bir quvvat bilan ishlaydi. O'shuning uchun bir irg'ib devordan oshib o'tib ketasiz. Keyin qarab turib nima bo'ldi deysiz. Demak, inson qo'rqgan paytda uni jasadi shunday bir zo'riqib, nagruzka bilan ishlaydi. Endi sigaret chekkan odammi, organizmi doim zo'riqib ishlaydi. Bunaqa qo'rquv holatiga inson bir yilda bir marta uchrashi mumkin. 6 oyda bir marta uchrashi mumkin. Boshqa payt o'zini normal holatida ishlaydi. Ammo sigaret chekkan odam, birodarlar, organizmi doim nagruzka bilan zo'riqib ishlaydi. Qanchagacha chidaydi insonning organizmi bunday qilib? Mana endi chekish haqida so'z boshlaymiz. Tamaki nima? Insonga zarari bormi? Shariatimizda chekishlik haqida nima deyilgan? Bir odam bilan turasan, gaplashasan, tashqi ko'rinishi zo'r, odob, axloqlik, gapirayotgan gaplaridan ancha obrazovniyligini ko'rasan. Hurmating oshib tursa, cho'ntagidan chiqarib sigaret tutatishni boshlaydi. Haligi hurmat qolmaydi-da. Tuppa-tuzuk odam ekan-u, tuppa-tuzuk odam ekan, chekar ekan deysan. Chunki chekishlik zarar ekanligini chekkan ham biladi, chekmagan ham biladi. Zararligini bilib turib chekyaptimi? Hammangizda ham bo'lsa kerak. Hurmatingiz qolmaydi hali odamga nisbatan. O'y, sigaretimda ko'rsatib chekib yurgan ukalar mashinadan bunday qilib olib. Bu peshqadamlikni, erkaklikni, krutorlikni belgisi emas. Bu hamoqatning belgisi bu. Zarar ekanligini bilib turib qilayotganligingiz aqlning kamligini belgisi. Yo'q, aqlinglar kam emas. Nafsinglarni yenga olmayapsizlar. Motorga yoq qo'ymasdan minsa nima bo'ladi mashina? O'ladi. Kim qiladi shu ishni? Bilmagan odam qiladi. Bilmasdan qilgan bo'lsa uzr bor. Endi bilib turib qilayotgan bo'lsa, nima deymiz bu odamni? Sigaretning zararini bilmaydigan odam bo'lmasa kerak. Bilib turib ham chekayotgan bo'lsa, aqlli deya olamizmi bu odamni? Deya olamiz. Aqlli, faqat irodasining quvvati yo'q. Hamma biladi. Chekishlik zarar. Ajoyib. Mana shu bir haftadan ko'proq shu chekish haqida ta'ladim, qiylanib ketdim, birodarlar. Nimaga deng? Ma'lumot ko'pligidan. Odatda ma'ruzaga ma'lumot topolmay qiylanadi domlalar. Ko'pligidan qiylanib ketdim. Shu bunday qilsangizlar ma'lumot kelyapti-da. Shuncha ma'lumotni fosh bo'lganiga, yoyilganligiga, ko'pligiga qaramasdan baribir odamlar chekaverar ekan. Endi sigaretning zararini hammamiz bilamiz. Ko'p tafsilotga kirishning hojati yo'q. Ammo baribir bir yengil to'xtalib o'tishimiz kerak ekan. Masalan, hozir sigaretning zarari borligini bilmaydigan odam bormi desam, hech kim qo'l ko'tarmaydi. Agar menda bitta odam ko'tarsa, demak bu yaqinda tug'ilib shekilli bu odam. Birodarlar, shariatning maqsadlari deganda aytdik, jonni saqlash, aqlni saqlash, molni saqlash dedik. Shariatning 5 ta maqsaddan 3 tasida mana shu tamaki chekishlik shu narsalarni yo'q qiladi. Jonimizga putur yetkazadi, aqlimizga putur yetkazadi, molimizga putur yetkazadi. Kishi mana shu narsani qilishligini o'zi bilan gunohkor bo'ladi. Mana endi ayrim statistik ma'lumotlar. Tamakining tarkibida nikotin kuchli zahar hisoblanadi. 0.1 gram nikotinni insonni qon tomiriga haydasa, odam bolasi o'lar ekan. 0.1 gramni qon tomiriga haydasa inson o'ladi. Mana shu doza 20 dona papirosada bor. 20 dona sigaretda bor. Sekin-sekin insonda organizmiga kirganligi uchun bu darrov o'ldirib qo'ymaydi. Agarda chekayotgan odam bir kuni bir pachka sigaret cheksa, nechta o'ladi ichida? Buni chekmaydiganlar ham biladi 20 ta bo'lishini. 20 dona sigaret cheksa, 30 yil mobaynida 200 mingdan ortiqroq sigaret chekadi. Bu 160 kilo tamaki degani. Bunday miqdordagi papirosda 800 gram nikotin bo'ladi. Necha marta o'ldirgan bo'ladi o'zini? 1 gram bo'lganda 800 marta bo'ladi. Bu 0,1 gram. 8000 marta o'ldirgan bo'lar ekan. Inson o'zini o'zi bir marta o'ldirsa, qanaqa gunohkor bo'lishini hammamiz bilamiz.
Bu odam ixtiyori bilan 8000 marta o'ldiradi o'zini 30 yilda. Nikotin birodarlar insonning nerv sistemasini zaharlaydi. Uzoq muddat sigaret chekkan odam bu qo'li qaltiraydi, nafas qisadi, o'qtin yo'talib qo'yadi. Tashayman shekilli bo'lmay ketdi deb qo'yadi, cheka oladi. Tabiblardan xos so'rab aniqladim shuni. Bir o'qigan joyim bor edi, yana so'radim. Insonning jasadida og'riq sezmaydigan a'zolar o'pka ekan. O'pka sezmas ekan og'riqni. Inson havo olishlikka qanchalar muhtojligi hammamizga ma'lum. Ovqatsiz moncha kun yashash mumkin, suvsiz moncha kun yashash mumkin, ammo havosiz soniyalar keladi. Inson havoga shunaqa muhtoj bo'lganligidan mana shu havoni yetkazib beradigan o'pkamizni Alloh taolo tinmay ishlashligi uchun og'riqni his qilmaydigan qilib yaratgan ekan. Lekin ayni og'riqni his qilmaydigan a'zoyimizga tutun yutib kasal qilamiz uni. Bilasizmi, irib ketgan bo'lsa ham ishlayveradi o'pka. Statistikani ma'lumotlaridan ajoyib. 100 ta aroqxo'rdan 85 tasi aroqxo'rlikdan qutulishi mumkin ekan, ammo 100 ta kashandadan 85 tasi qutula olmasligi aniq ekan. Aroqni tashlash sigaretni tashlashdan ko'ra osonroq ekan. Chekadigan erkaklar bilan chekmaydigan erkaklar o'rtasidagi o'limni nisbat 68%. Ya'ni chekmaydigan 100 ta chekmaydigan odam, 100 ta chekadigan odam. Chekmaydigan odamlardan bittasi o'lguncha, chekadiganlardan 68 tasi o'ladi. Bolalaringizni yetim qilasizlar. Ayollaringizni tul qilasizlar, beva qilasizlar. O'zingizlarning salomatchiliklar o'zingizlarga kerak bo'lmasa, sizlarning sog'lig'inglar farzandlaringizga, ayollaringizga, oilalarga kerak. Ular uchun ehtiyot qilinglar o'zingizlarda. O'pka raki. Chekmaydigan odamlarda bitta odam rakka uchraganda o'pka rakiga, chekadiganlardan 10,8 dona odam rak bo'ladi. Ya'ni bitta chekmaydigan odam rak bo'lganda, chekadigandan 11 ta odam rak bo'ladi. Shilliq membranalarning yangilanishi, nafas olish yo'llarini buzilishi, bu ham 10 ga 1. Tomoq raki, og'iz bo'shlig'i raki, boshqa kasalliklar sigaret chekishlik natijasida kelib chiqadi. Hozirgi kunda har 6 sekundda bitta odam chekish tufayli o'ladi. Har 6 sekundda chekish tufayli bitta odam o'ladi. Yiliga 5 milliontaga to'g'ri kelar ekan. 2030-yilga kelib hisob kitoblarga qaraganda tamaki chekishlik tufayli sekundiga bittadan odam o'ladi. Shunda yiliga 10 milliontadan odamga to'g'ri keladi. Hozirda tuberkuloz sababli yiliga 3 millionta odam o'layotgan bo'lsa, chekish sababli 5 millionta odam o'lyapti. Hozirda 1,3 milliard odam sigaret chekadi yer yuzida. 2030-yilga kelib turib 1 milliard 600 million kishiga yetadi. Yuqumli infeksion kasal sababli o'layotgan odamlardan ko'ra chekish orqali o'layotgan odamlarning soni ko'proq. Aytinglar birodarlar. Bitta foydasini aytinglar. Ha. Ana shu ma'lumotlarni titiyatib, sigaretning foydasi haqida doktorlarda gapirgan gaplari ham bor ekan. Oppoq xalat kiyib olgan, tagiga yozib qo'ygan palonchi doktor sigaretning foydasi bor. Bizga tinmasdan yomon deyishgani uchun yomon deb o'ylaymiz, buni manaqa foydasi bor deyapti. Nima deb yozadi bular haqida? Tabashlik kompaniyalari pulini olganlar deyapti. Uni kelganda aytib qo'y, haligi mashhur sigaret markasini reklama qiladigan yigit bor edi-yu. Bunday nimalarni kiyib, mollarda haydab kelib o'tirib, bunday chekadigan. Bilasizmi, o'pka rakidan o'lgan ekan shu odam. O'layotganda oxiriga aytgan gapi, men sizlarga yolg'on narsani gapirganman, sigaret meni o'ldirdi deb o'lgan ekan. Chekadi. Hali yoshlar qarab turib, "Va, ana erkak" deydi-da. Hozirchi chekmaslik, tashlab yuborishlik erkaklik belgisi bo'lib qoldi. Nima deylar? Chunki g'ururi, izzat nafsi, irodasi kuchli odam tashlab yubora oladi-da sigaretni, to'g'rimi? Demak, chekmaslik modniy hozir. Biz hali tamakini, sassiq hidini,
undan ketadigan pullarimizni, ko'rayotgan moddiy zararlarimizni gapirayotganimiz yo'q. Statistikani berib qo'yapmiz, aql egalari o'zlari topib oladi. Akalar, bizning sog'ligimiz iymonimizdan keyingi birinchi boyligimiz. Bu shunaqa boylikki, buni yuborib berib qo'ysak, dunyoda hamma boyligini berib turib ham qaytarib ola olmaymiz bu narsani. Qadriga yetaylik. Endi o'g'il bola eshitadi, aqlga solib ko'radi, tashashlik kerakligini biladi, irodasini quvvati yetgan yigit tashaydi. Irodasini quvvati yetgan yigit sigaretini tasha oladi. Ishonaveringlar, ayollarchi iloji yo'qligidan chidaydi. Ayollarimiz agar biz sigaret chesak, noilojligidan chidaydi-da. Agar xotiningiz cheksa nima qilardingiz tashamasa? Qo'yib yuborardingiz. Lekin qo'yib yubormaydi-da. Endi albatta sigaretni gapirganda yana nimani gapirib o'tishimiz kerak? Sigaretni gapirganimizda nimani tashab ketmasligimiz kerak? Nosni. Domla, keyingi darsda sigaret haqida bo'ladi dedingiz. Nos haqida ham qo'shib qo'ying, nos haqida deyishdi. Albatta qo'shamiz. Albatta qo'shamiz, birodarlar. Nos va uni chekishli oqibat. Nikotinga bog'lanib qolishlikni keltirib chiqaradi nos. Bu ham bir ilmiy manbalardan olingan ma'lumotlar. Nos qon tomirlarini toraytiradi. Qon tomir toraygandan keyin miyaga, boshqa a'zolarga qon yetib borishligi qiyinlashadi. Tomirlar qisqarib ketgandan keyin yurak qattiqroq ishlashligi kerak, yurakni tezroq tugashiga olib boradi bu narsa. Nos chekkan kishining yuragi yetarli kislorod olmagani uchun tezroq ishlash kerak, infarktga yaqin bo'ladi. Nos rakka olib keladi. Nos karies, parodontoz, boshqa tish kasalliklariga olib keladi. Yana gastrit kelishiga ham, yazvaga ham sabab bo'lar ekan. Yoshlarning nos chekishi ularning xotirasini yomonlashtiradi. Skleroz kelib chiqadi akalar. Mana Rossiya Fanlar Akademiyasining bergan ma'lumotiga ko'ra, nos chekkanlar, yoshlar bepushtlikka duch kelishlik xavfi bor. Mana shu sababli bepushtlik kasaliga duch kelganlarni davolashlikni deyarli imkoniyati yo'q ekan. Rossiya Fanlar Akademiyasining bergan ma'lumot. Og'zidan rak bo'lganlarda 80% nos chekkan. Bu statistika. Bu fakt bu. Sigaret tashab nosga o'tib oldim deydi. Nos sotayotganlar nimani sotayotganlarga qarab qo'yinglar. Musulmon ummatining qirilishiga, yo'q bo'lishiga hissalarni qo'shyapsizlar. Sigaret sotayotganlar ham ajib. Katta savdo markazlarida G'arbda 20% daromad sigaret sotishlikdan kelar ekan. Sigaret sotadiganlar. Hoji aka bo'ladi. 5 mal masjid namozga chiqadi. Magazinida eshitadi do'konda sigaret sotilinadi. Wala taqtulu anfusakum innalloha kana bikum rahima. Alloh taolo buyuryapti bizga. Hamda o'zlaringiz o'ldirmangiz. Albatta Alloh sizlarga mehribon bo'lgan zotdir. Chekish birodarlar inson o'zini o'zi qatl qilishi. Faqat sekin-sekin qatl qiladi. Sekin portlaydigan bomba bu. Tabiblar aytadi, tamakini doim chekkan odam o'zini joniga o'zi suiqasd qilayotgan odam deyshadi. O'zini o'zi o'ldirgan odammi qiyomatda ahvoli nima bo'lishini bilasizlarmi, birodarlar? Siz sigaret chekishlik bilan o'zingizni o'ldiryapsiz. Bunda shak shubha yo'q. La zarara va la zirar degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Zarar ko'rish ham yo'q, birovga zarar ko'rsatish ham yo'q. Sigaret chekishlikning bitta foydasini ayting, men sizga 10 ta zararni aytib beraman. Voy, o'zi ham biladi o'sha kashandachi. O'zi ham biladi. Faqat nima qilsin? Kuchi yetmayapti. Va atul yatama amwalahum va la tatabaddalul khabitha bit-tayyib. Yetimlarga mollarini beringiz. Siz uchun nopok bo'lgan narsani pok narsaga almashtirib olmangiz. Pokiza narsani nopok narsaga almashtirmanglar. Birodarlar,
tamaki habis, iflos narsa. Tamaki habis, iflos narsa. Har qancha odamlar ko'p chekmasin, har qancha uni chekishlik bir chiroyli bo'lib ko'rinmasin, iflos narsa iflosligicha qolaveradi. Sigaretni halol emasligini insonning sog'lom tabiati o'zi ko'rsatib turadi. Sigaret chekadiganlar diqqat qilinglar. Bir piyola choy ichasiz, sharbatni ichasiz, olmani yeysiz, ol bismillah deysiz. Sigaret chekayotdi, bismillahda boshlaysizmi? O'zingiz aytyapsiz bu narsaning noto'g'riligini. Yeb bo'lib turib, ichib bo'lib turib, boyagi narsani alhamdulillah deysiz. Endi sigaretni tugatib turib, alhamdulillah deysizmi? Demaysiz. Endi qarang. Uyga bitta qovunda olib kelasizda, olib kelib ichadi deysiz. O'tiringlar, bir so'yib yeymiz deysiz. Bismillahda boshlab alhamdulillah tugatasiz. Endi bir pashga shunday sigaret tashladingizda, olinglar bolalar. Bir chekamiz deysizmi? Nimaga demaysiz? Shu qilayotgan ishingizni o'zi sigaretda pok narsa emasligini ko'rsatib turibdi. Yoki yana bitta sigaret chekadida yerga tashlaydi. Ezib qo'yadi oyog'ini. Endi bir tishlam nonni yerga tashlab turib oyog'ingiz bilan ezishdi. Tasavvuringizni sig'dira olasizmi? Demak, shu sigaret tashlab ezayotganingizda ham uni nopokligini o'zingiz aytyapsiz. Yoki hojatxonada o'tirib olmay ishni tasavvur qila olasizmi? Lekin nima qilasiz? Sigaretni chekasiz. Xullas birodalar, aqliy, naqliy, ilmiy dalillar to'lib turibdi. Faqat tashlash kerak xolos. Demak, insonni pokiza fitrati, pokiza tabiatini o'zi ham sigaretni nopok narsa ekanligiga guvohlik o'tib turibdi. Allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi allazi yajidunahu maktuban 'indahum fit-tavrati wal-injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhimul khaba'ith. Ular shunday kishilarki, ummiy, savodsiz payg'ambarga nomini o'z oldilaridagi Tavrot va Injilda yozilgan holda topishadigan elchimizga ergashadilar. U payg'ambar ularni yaxshilikka buyuradi, yomonlikdan qaytaradi va pok narsalarni ular uchun halol qilib, nopok narsalarni ularga harom qiladi. Pok narsalarni ularga halol qilib, nopok narsalarni unga harom qiladi. Sigaret pok narsami, nopok narsami? Nopok narsa. Nopok narsani payg'ambar nima qilar ekan? Harom qilar ekan. Mana aytdik-a? Sigaret nima ekan? Harom ekan. Chunki molingizga, joningizga, aqlingizga zarar yetkazyaptimi? Shundan bittasini o'zi kifoya qilar edi. Harom sigaret birodarlar. Tijorat do'konlarida sigaret sotayotgan akalar eshitib qo'yinglar shu narsani. Yo'q qiling shu narsani. Yo'q qiling. Alloh taolo boshqa tomondan barakat bersin. Ehtimol kelayotgan baraka shu harom narsa tufayli kirmay turgandir siz do'koningizga. Qul la yastabil khabithu wat-tayyibu walau a'jabaka kasratul khabith fattaqulloha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ayting, garchi nopok narsaning ko'pligi sizni qiziqtirsa ham, nopok narsa pok narsaga barobar bo'lmas. Bas, ahli donish, najot topishingiz uchun Allohdan qo'rqingiz. Bir odam, bir yigit do'stiga aytayapti. Kechikishni tashlaymiz. Do'st aytayapti, nimaga? Bilasanmi qancha pulni tejab qolamiz? Desa do'st aytayapti, "Ke unda ichishni ham tashlaymiz." Desa, birinchi odam, "Oho, buncha pulni nima qilamiz?" deyapti. Tamaki sotishlikdan, chekishlikdan kim foyda ko'ryapti, birodarlar? Dinimizga dushman bo'lgan yahudlar. Biz kimni boyityapmiz? Ana shularni. Taassuf yer yuzidagi eng ko'p sigaret chekadiganlar bu musulmon o'lkalarda yashaydigan odamlar ekan. Bitta tamaki ishlab chiqaradigan kompaniya akalar bir kunda musulmon mamlakatlarga sotgan sigaretning foydasi 110 million dollarga teng bo'lar ekan. Bir kunda 110 million dollar musulmonlarning uyidan mana shu g'ayridinlar pulni chiqarib olib, salomatchiligini yo'q qilishlik hisobiga.
daromad qilar ekan. Ana shu katta ko'zga ko'ringan tamaki ishlab chiqaradigan kompaniyalardan bittasini 2011-yilda topgan daromati 8,6 milliard dollar ekan. Bu salomatchiligimizni boy berishlik hisobiga ularga pul beryapmiz. Biz musulmon sifatida molingizga, joningizga, aqlingizga zarar qiladigan narsani harom deb aytamiz. Inaken tamaki sotishlik nihoyatda ishlab chiqarishlik nihoyatda katta biznes ekan, katta foyda keltirar ekan, 5 barobar qimmat sotar ekan ishlab chiqilgan mahsulotini narxidan. 20 tanga tutsa 1 so'mga sotar ekan. Va bilasizlarmi? Mana eskilar biladi, eski sigaretlar tortib turmizda o'chib qolardi. Hozirgilarda tutashtirib qo'ysangiz o'zi tugaveradi. Bilasizmi nimaga? Mana shu qog'ozini spirtga chilab ishlab chiqarilar ekan. Bu haliga chekuvchilar uchun qulaylik yaratishlik, hada gugucha qo'rmasin degan. Bitta tutashtirib qo'ydingiz. Bu degan tezroq tugadi, yana bitta tutashtirasan degan. Ahmoq emas bular. Nahan Nabiy sallallohu alayhi va sallam an kulli muskirin va mufattirin. Imom Ahmad va Abu Dovuddan Ummu Salama roziyallohu anha aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har qanday mast qiluvchi, badanni bo'shashtiruvchi va susaytiruvchi narsalarni iste'mol qilishdan qaytardilar. Imom Buxoriy va Muslimda keltirilgan hadisda Rasululloh shunday dedilar. Qaranglar. Zahar ichib o'z jonini qatl etgan kimsa jahannam olovida zaharlarni mangu ichadi. Sigaret chekishlik oqibatida o'lgan odam zahar ichib o'lgan odam bilan barobar. Faqat bu zahar sekin-sekin ta'sir qiladi. Ko'zimizni katta ochaylik. Chekishlik o'zini o'zi halok qilishi degani o'zimizni, jonimizni, aqlimizni, molimizni, naslimizni birodarlar halokatga uchrashidan saqlaylik, chekishni tashlaylik. Chekishni tashlaylik. Bugun farzandlarning jismoniy tarbiyasi haqida so'z yuritgan bo'ldik. Avvalgi darslarimizda iymoniy tarbiya, axloqiy tarbiya va mana bugun jismoniy tarbiyani gapirdik. Inshaalloh keyingi darsimiz farzandlarning aqliy tarbiyasi haqida bo'ladi. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.